Men bu narsa haqida bilganimda o'zimni katta xavf ostiga qo'ymagan bo'lardim. Ogohlantiraman, ko'pchilik gipnoz deb tushunadigan bu jarayon, hatto buni gipnozga umuman aloqasi bo'lmasa ham hayot uchun xavfli bo'lishi mumkin. Maktab paytlari adashmasam 5-6-sinflarda bu o'quvchilar orasida keng tarqalgan edi. Xullas mexanizm shunaqa, siz oldiniga 10-15 marta tez o'tirib turasiz. Bunda tabiiyki yurak ritmi va nafas olish tezlashadi. Oxirida og'iz yoki burun orqali chuqur nafas olib, uni ushlab turasiz. O'rtog'ingiz yoki sinfdoshingiz sizni ko'krak qafasingizni qisish orqali undagi bosimni oshiradi. Ko'krak qafasida bosim ortishi bilan birinchidan qon tomirlarni torayishi hisobiga, ikkinchidan venoz qonning yurakka qaytib kelishi qiyinlashishi, uchinchidan miya yetarlicha qon va kislorod bilan ta'minlamasligi hisobiga siz qisqa vaqtga hushdan ketasiz. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, bu holat hayot uchun xavfli oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin. Mani o'zimda bo'lgan holat, eng qizig'i, kulimsirab hushimdan ketib qolganman va meni sinfdoshlarim bunday o'xshamadi deb meni shunchaki qo'yib yuborishdi. Hushimdan ketgan holatimda sinfxonadagi parta qirrasiga boshimni urib, shu og'riqdan zo'rg'a hushimga kelganman. Xullas bugunga shular. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, boshqalarga ham ulashishni unutmang. Gipnoz va hushdan ketish farqlari haqida to'xtalib o'tirmadim. Bu mavzu ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda davomiy deb yozib qoldiring va men Xudo xohlasa ikkinchi qismni ham ulashishga harakat qilaman.